Sauna va banyalarning yurak holatiga qanday ta'sir ko'rsatadi degan savol hozirgi mavsum uchun juda ham dolzarb hisoblanadi. Finlandiyada o'tkazilgan tadqiqotda 21 yil davomida ixtiyoriy shaxslarda 42-60 yosh orasidagi erkaklarda saunalarga haftasiga 2-3 marotaba borgan shaxslarda haftasiga 1 marotaba borgan shaxslarga nisbatan to'satdan koronar o'lim va yurak kasalliklari aritmiyalarining uchrash xavfini 20% dan ziyodga kamroq kuzatilganligi sauna va banyalarning foydasini bevosita ko'rsatib beradi. Buning mexanizmi asosida yuqori temperaturada va mushaklardagi arteriolar va kapillyarlarning kengayishi, o'z navbatida umumiy periferik qarshilikning kamayishi va tegishli ravishda qon bosimining pasayishini keltirishimiz mumkin. Ammo shunday holatlarda temperaturaning bevosita pasayishiga yuqori namlik ba'zida xalaqit berib, yurak ishining 2 barobar yuklama bilan kuzatilishi yurakka yuklamani o'z navbatida oshirib beradi. Shuning uchun sauna va banyalarni gipertoniya kasalligining 3-bosqichi, gipertrofik kardiomiyopatiyasi, surunkali yurak yetishmovchiligi, turli xil bo'lmacha fibrillatsiyasi, trepitaniyasi bilan bog'liq bo'lgan aritmiyalari bor bemorlarga foydalanish tavsiya etilmaydi. Lekin profilaktik maqsadlarda sog'lom odamlar uchun muntazam sauna va banyalardan foydalanish foydadan xoli emas. Sizni kuzatib boring.